gap yo'q. Mana bu BYD Seagull bitta ko'ringlar. Mana bu luklarni biz o'rnatib berdik. Mana Hoshim akamiz уже ketyapti. Aka salomat bo'ling. Yaxshi yetib oling. Hoppa. Birga bir turibdi-ya, yana haqiqiyga o'xshab. Videoning davomida hop, obzor ulab ketaman. Bitta ko'ringlar. Mana bu suri bu mana. Uni sizlar yozib turinglar kommentariyaga. Men bu yerda sizlarga BYD Seagullga ustunovka qilingan luk ko'rsatmoqchiman mana. Luk obmanka bo'ladi, o'rtoqlar. Obmanka luk. Hozir ustunovkasi tekin. Tez kelib ulgurib olinglar. Chegirmada bo'lyapti ham. Mana hozir Hoshim akamiz qayerdan keldingiz? Hoshim aka yangi yo'ldanmi? Shu yangi yo'ldan keldilar, uzoq yo'ldan 1-2 soat hozir poylab qoldilar. Mahsulot skladdan yetib kelguncha ustunovkasini mana tekin qilib ideal qilib berdik, xudo xolasa. Bitta ko'rib olasizlar mana yana bitta. Tak, BYD Seagullga yangicha variantda mana hozir ustunovka qilganmiz. Xo'p, mana. Как zavod bo'lib turibdi-da, bor-ku, o'zidan bo'lmasam bunaqa narsa chiqmaydi mana bilasizlar-ku. Qale, bitta baho berib qo'yasizlar, kommentariy sizlarniki. Va musor men o'zim atidan tashladim, musor yerga tashlab bo'lmaydi.